Bundan tashqari, biz yana sozlamalarga kirib, foydalanuvchilarni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Foydalanuvchilar bu yerda chap tomonda bir nechta guruh bo'ladi foydalanuvchilarni. Adminlar, menejerlar va kassirlar. Shu yerda biz yangi pользователь yaratishimiz mumkin. Yaratish bosganda global yoki tizimli foydalanuvchini tanlashimiz mumkin. Nima farqi bor bu yerdaki, global bizda Chrome programmasiga ham kirishi mumkin va Regis Online dan ishlatishi mumkin. Tizimli foydalanuvchilar faqatgina kassiga kirishi mumkin. Tizimli foydalanuvchini yaratish juda oson va ularni asosan kassirlar uchun yaratishadi. Cashiers gruppasiga kirib, tizimli foydalanuvchini yaratamiz. Bu yerda faqatgina ismini to'ldirish shart. Login va mahalliy parol. Mahalliy parolni qaytarib qo'yamiz va saqlash va o'qishni tanlaymiz. Bundan tashqari, agar biz foydalanuvchilarimizni o'zgartirmoqchi bo'lsak, uni 2 martalab bosib to'g'rilashimiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotni yozdirib qo'yib, yokida tilini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin tizimda. Agar bizda globalniy ishlatuvchini qo'yish kerak bo'lsa, biz oldin uni Regis Online da yaratishimiz kerak bo'ladi va uni raqamini global foydalanuvchi yaratayotganda kiritamiz. Bu yerda to'liq telefon raqamini kiritishimiz kerak bo'ladi. Keyingisini bosganimizda, agar Regis Online da akkaunt yaratilgan bo'lsa, uni sразу akkaunti bizga chiqib keladi. Xo'p, shu guruhlarga biz уже huquqlarni to'g'rilashimiz mumkin. Rollarga kirib, bu yerda masalan kashirga rollarni huquqlarini kiritmoqchimiz. Shu yerda asosan bizda Regis Store Management'ga huquqlar bo'ladi. Ma'lumotnomalarda masalan biz moliyani cheklab qo'yishimiz mumkin. Nomenklaturani o'zgartirish yoki tovarni ochish, shtrix kodlarni to'g'rilashni cheklab qo'yishimiz mumkin. Kassirlarga asosan biz Regis postni faqatgina sozlaymiz. Masalan, foizli qo'shimcha ruxsat berish o'chirib qo'yishimiz mumkin. Ularga undan tashqari kassa jurnalni o'chirib qo'yishimiz mumkin va chegirmadan o'chirib qo'yishimiz mumkin. Shuna kresik bosib, bizda уже kassirlarimizda cheklangan huquqlari bo'ladi.